aniq maqsad yaratilishiga ongli tarzda ruxsat berish uchun meditatsiya. Ko'zlaringizni yuming. Nafasingizni xotirjam holatda olishni boshlang. Burundan chuqur nafas olib, og'izdan sekin-asta nafasingizni chiqaring. Har bir nafas bilan tanangiz yengil bo'layotganini, yumshoq holatga, sokin holatga kelayotganini his qiling. Endi butun e'tiboringiz bilan yuragingiz markazini his qiling. Yuragingizdan yorug' holda nur chiqmoqda. Bu nur asta-sekinlik bilan kengayib, kattalashib borayotganini his qilasiz. Va qalbingizdan chiqqan bu nur ko'z oldingizda chiroyli, nurli sahnani paydo qiladi. Oldingizdagi oppoq nurdan iborat sahnani his qiling. Shu nur ichida sizning maqsadingiz allaqachon amalga oshganini ko'rasiz. Bu sahnada hammasi aniq ko'rinadi. Endi ayni sahnaga e'tiboringizni qarating va maqsadingizni amalga oshganini ko'ring. Maqsadingiz amalga oshganda qanday hislarda bo'lasiz? Qanday insonlar atrofingizda, qanday so'zlarni eshityapsiz? Qanday hislarni his qilyapsiz? Maqsadingizni yashash jarayonini aniq tasavvur qiling, his qiling. Maqsadingiz xuddi amalga oshgan va siz uni ayni damda yashayotgandek. Va endi qalbingizga e'tiboringizni qaratib, ichingizdan his qilib ayting. Men bu maqsadni yaratdim. Men bu maqsadimga to'liq loyiqman. Men maqsadimning yaralishiga ruxsat beraman. Men uni qabul qilaman. Yaratuvchi bu maqsadimni menga berdi va men uni sevgim bilan yashayman. Men bugun shu onda bu maqsadimni yaratdim. Men bunga to'liq loyiqman. Men maqsadimga ruxsat beraman. Men uni qabul qilaman. Yaratuvchi bu maqsadimni menga berdi va men uni sevgim bilan yashayman. Men shu onda bu maqsadimni yaratdim. Men bu maqsadimga to'liq loyiqman. Men bunga ruxsat beraman. Men uni qabul qilaman. Allohim bu maqsadimni menga berdi va men uni sevgim bilan yashayman. Bu so'zlarni aytganingizdan keyin yuragingizdagi yorug'lik kengayib, butun tanangizni qoplaganini, to'ldirganini his qiling. Yorug' nur holatga kelganingizni. Endi sekin-asta chuqur nafas olib, ko'zlaringizni oching. Chin qalbingizdan cheksiz minnatdorchilik hislarini his qiling va maqsadingizni juda tez holatda hayotingizga kirib kelishiga tayyor turing. Bunga to'liq hech qanday shak shubhasiz ishoning. Chunki yaratuvchi sizni sevadi. Shuning uchun sizni xursand qiluvchi, sizni qalbingizni yorishtiruvchi maqsadlaringizni sizga berishga doimo tayyor. Faqat siz bunga to'liq ishonsangiz bo'ldi. Yana bir maqsadingiz amalga oshgani bilan tabriklayman.